Assalomu alaykum hammaga. Biza Green Era volontyorlari Botanika bog'iga tashrif buyurdik. O'zi bu bog'da maxsus tozalash uchun odamlar ajratilgan. Ular har doim har kuni tozalashadi bu yo'llarni. Lekin shunga qaramasdan odamlar duch kelgan joyga musullarni uloqtirib ketishyapti. Biz shuni oldini olish maqsadida hozir shu bog'ga keldik. Endi sekin-sekin ishlarni boshlay oldik. Shunga o'xshash plastik chiqindilar hamma joyda ko'rishingiz mumkin. Biza odamlardan iltimos qiladigan narsa shunaqa musullarni duch kelgan joyga uloqtirmasliklarini, mana shunaqa chiroyli bog'ni yana ham uzoqroqqa yetishini ta'minlash maqsadida mana shunaqa musullarni duch kelgan joyga uloqtirmanglar, o'zinglar bilan olib yuringlar degan maqsadda bu videoni boshladik. Chap tomonda shu maxsus chiqindilarni tashlash uchun joylar bor, lekin odamlar duch kelgan joyga tashyapti. Misol uchun ozgina qo'lni ko'tarib, mana shunaqa joyga tashlab bo'ladi. Plastik uchun alohida, shisha uchun alohida, hamma narsa uchun alohida qilib qo'yilgan. Shunaqa joylarga tashlash o'rniga ularni duch kelgan joylarga tashlashni o'ylashmayapti. Masaqa bog'larda chiqindi tashlab ketadigan odamlar haqida fikr. Albatta, bu bog' qanaqa chiroyli, toza havo, yo'llarni chiroyli qilib qo'yishgan, hammasi bunaqa joyda tashlasa uvoldi. Mana hozirgina bitta o'quvchim qo'llarida nima bor edi? Baklashka bor edi. Faqat tashlayman dedilar. Keyin nima dedik? Musulga tashlaymiz dedik. Demak, hammamiz qo'limizdan chiqqan chiqindilarni qayerga tashlashimiz kerak? Ko'rsatinglar-chi? Chopinglar. Paradise. Kavet, to'rttash foto. Shunaqa qahramon. Tanani seni chaqasina. Tashaylar musiriylar ham bu yoqda ismini. Bormi musir? Tasha. Ko'rganinglarda vaqtda yozib qo'yishgan, bog'lamanglar, bog'lasang saqlaninglar deb. Lekin mana boya tashlashgan har xil narsalar. Mana pasti va shu musul. Tozalash jarayonimizda ko'p odamlarni ko'rdik. Mana shu Botanika bog'da ishlaydigan, ular maxsus mashinalarda bog'ni yana ham toza saqlashga harakat qilishyapti. Bilamizki, Botanika bog'i juda ham katta. Natijada ular birdaniga hamma joy toza saqlab turisha olmaydi. Chunki odamlar kelyapti, bu yoqdan tozalab ketsa,
keyingi joyga o'tganlarda birinchi tozalagan joylar yana musor botdi, ulgurish olmayapti. Botanika bog'ida ko'ramiz, juda ham ko'p odamlar ishlatyapti, toza saqlagani. Biz ulardan intervyu olaylik deganimizda, ular ma'lum bir sabablarga ko'ra ruxsat berishmadi. Tozalash davom ettiramiz yana. Orqa tomoniga qarab yuramiz, anchadan beri 15-20 minutli bo'ldi. Umuman suv chiqmadi. Orqa tomoni ancha toza ekan. Keyin e'tibor bersanglar, yo'lda bilinadi, suv sepilgan, har kuni ertalab tozalanar ekan, sipirilar ekan. Men bog'ni mana shu tozalab ishlayotganim, mana shu odamlar bilinib turibdi ancha. Gay bo'lib ketdi. Kel bura. Mana ko'pchiliklar biza tozalash ishlarini olib boryapmiz. Chin dildan va bu yerda xodimlar ham ishlaydi bizdan tashqari. Bizlar endi tashrif buyuryapmiz. Maxsus tashkillashtirilgan holda tozalash ishlarini olib boryapmiz. Biza iltimos qilib qolardikki, chiqindilarni maxsus joylarga tashlashlarini, aynan belgilangan tartibda tashlashlarini. Mana ko'ribsizlarki, mana belgilangan tartib o'rnatilgan. Bizda bundan tashqari juda ham ko'p volontyorlik g'oyalari bor. Lekin buni amalga oshirish uchun bizga yordam kerak. Ya'ni bu yordamni sizlar bera olasizlar. Like bosishinglar, kommentariy yozishinglar va kanalimizga obuna bo'lishinglar bilan yordam bera olasizlar. Bu videoni o'rtoqlarga jo'natib, keng tarqalishiga hissa qo'shishinglar mumkin. Rahmat. Shu katta bog'dan biz o'ylaganimizdan ancha kam musor chiqdi. Shu chiqdi. Biz o'ylagandek bu yerda ko'proq ishlaymiz, ko'proq musor yig'amiz. Lekin kam musor chiqdi. Shunga qaramasdan tuyulisi bir toza hudud. Yok,